Assalomu alaykum barchaga. Navbatdagi misollar yechimini boshlaymiz. Xo'p, 21-misol. Dastlab biz mana bu cheksiz davriy o'nli kasrdan oddiy kasrga o'tib olishimiz kerak. Xo'p, demak x teng 2,08, demak davrda 3. Mana shu ifodan dastlab 100 ga ko'paytirib olsak. Xo'p, shunda 100x teng 208 davrda 3. Xo'p, ikkinchi tenglik demak x teng 2,08 davrda 3. Demak bu ifoda endi 1000 ga ko'paytirib olsak, demak 1000x teng 2083 davrda 3. Xo'p, demak ikkinchi tenglikdan ayiramiz birinchi tenglikni. Xo'p, 1000x minus 100x teng 2083 davrda 3 minus 208 butun davrda 3. Xo'p, demak bu yoqda 900x teng, bu ayirmani bajaradigan bo'lsak 1875 kelib chiqadi. Demak x teng 1875 taqsim 900. Xo'p, bularni qisqartirishimiz kerak. Demak kasrni qisqartirishda e kubdan foydalansak, ya'ni 1875 hamda 900 e kubini topsak, bu 75 kelib chiqadi. Xo'p, demak shunda x teng 75 ga qisqartiradigan bo'lsa 25 taqsim 12. Xo'p, bu demak bitta davriy kasr bo'ldi. Navbatda ikkinchisi. Xuddi shu jarayon, ya'ni biz y ni belgilab olaylik. Demak 2,0 keyin davrda 6 lar cheksiz ketmoqda. Demak biz buni dastlab 10 ga ko'paytiramiz. Shunda 10y teng 20 davrda 6. Xo'p, ikkinchi tenglamamiz yana y teng 2,0 davrda 6. Ana endi 100 ga ko'paytiramiz. Natijada 100y teng 206 davrda 6. Xo'p, yana xuddi shunaqa ikkinchi tenglamadan birinchi tenglamani ayirib yuboramiz. Demak 100y dan 10y ayirsak 90y teng, bu yerda 206 dan 20 ayirsak 186. Y teng 186 taqsim 90. Demak bularni ham qisqartiramiz. Buning ham e kubini topib qisqartirishimiz kerak. Demak e kub 186 va 90 uchun 6 chiqadi. Demak qisqartiradigan bo'lsak 31, mahrajda 15. Xo'p, ana endi misolga qaytsak, teng suratda 12 ko'paygan 4 taqsim 5 minus 9 taqsim 5. Mahrajda demak ximiz nima chiqdi? 25 taqsim 12 plus y'imiz esa 31 taqsim 15. 31 taqsim 15 minus 1 taqsim 4 teng kasr chizig'i. Demak hozir 12 ni 4 ga ko'paytirsak, demak 48 minus 9 taqsim 5. Xo'p, bu yerda mana buni surat mahrajini 3 ga ko'paytiraylik. 25 taqsim 12 minus 3 taqsim 12 plus 31 taqsim 15 teng. Xo'p, suratda 39 taqsim 5 hosil bo'ladi. Demak, mana bu yerda esa 22 mi? 22 taqsim 12. 2 qisqartirib olsak 11 taqsim 6. Demak 11 taqsim 6 minus 31 taqsim 15 teng. Xo'p, demak bunga 2 tadan, bunga esa 5 tadan 55 62. Xo'p, demak 39 taqsim 5 kasr chizig'i. Mahrajimiz bir xil. Demak 30
55. Hozir bu yerda bu plus 62 teng 39 taqsim 5. Mahrajda qo'shib yuborsak 7 117 taqsim 30 teng. Xo'p, shunda 39 ko'paygan 30 mahrajda 5 ko'paygan 117. Xo'p, 6 demak bu yoqda 3 6 taqsim 3 2 ga teng. C javob ekan. Navbatdagi misol 22 teng. Xo'p, demak kasr suratida kvadratlar ayirmasimi 0,175 minus 0,25 0,75 plus 0,25. Mahrajda esa yig'indining kvadrati 0,3 plus 0,7 ning kvadrati teng. Xo'p, 0,5 ko'paygan 1 bu ham 1. Demak 0,5 B javob. Navbatdagi misol 23. Demak teng. Xo'p, birinchi kasr 1 minus 1 taqsim 2 1 taqsim 2 ga teng. Xo'p, 1 minus bu 1 taqsim 3. Demak 2 taqsim 3 ko'paygan. Demak bu 1 minus 1 taqsim 4 3 taqsim 4 ko'paytma. Demak 1 minus 1 taqsim 20. Demak 19 taqsim 20. Xo'p, mahrajda 3 taqsim 2 ko'paygan 1 plus 1 taqsim 3 bu 4 taqsim 3 ko'paygan. Demak 1 plus 1 taqsim 4 5 taqsim 4 ko'paytma. Xo'p, 1 plus 1 taqsim 20. Demak 21 taqsim 20 teng. Xo'p, qisqarib ketadi bular. Demak bu yerda 19 ham qisqarsa suratda 1 taqsim 20 qolar ekan. Bu yoqdachi demak 3 taqsim 2 mi? 3 taqsim 2 bo'lsa 3 lar ketdi, 4 lar ketdi va hokazo. 20 ham bu yoqda ketsa, demak 21 taqsim 2. Demak 20 ko'paygan 21 2. Demak qisqarsa 1 taqsim 210. Bu C javob. Navbatdagi misol 24 teng. Xo'p. Demak 4 kvadrati minus 3 ko'paygan demak 2 ning kubi darajasida 2 taqsim 3 ko'paygan 4 ning o'rtasi 1 ga teng plus. Xo'p, bu 16 taqsim demak 4 taqsim 3 ning kvadratining 1 taqsim 2 desak minus 1 taqsim 3 teng. Xo'p, 16 ketdi bular minus 3 ko'paygan 2 ning kvadrati 4 plus demak 2 lar qisqardi 4 taqsim 3 minus 1 taqsim 3. Xo'p, bu ikkalasi 16 minus 12 bu 4 ga teng. Bu ikkalasi esa demak 4 plus 1 5. Demak javob. Navbatdagi misol. Xo'p, bunda e'tibor bersak 4 taqsim 6 1 taqsim 3. Xo'p, ikkala kasrni ham mahraji bir xil. Faqat demak 4 taqsim 6 bor. Plusdan 1 taqsim 3 lar bor. Faqat o'rnini almashgan. Keling, mana shunaqa yozib olamiz. Demak 4 taqsim 6 minus 1 taqsim 2 plus 1 taqsim 3. Suratda 1 taqsim 2 plus 1 taqsim 3 minus 1 taqsim 6 plus 3 taqsim 2 minus 5 taqsim 6 minus 1 taqsim 3 teng. Demak 1 taqsim 3 lar qisqarib ketdi. Xo'p, mana bu 3 taqsim 2 bilan demak 1 taqsim 2 ni qo'shib olsak 4 taqsim 2 ga teng bo'ladi. Xo'p. Minus 6 dan minus 1 minus demak 6. Xo'p, mahrajda esa mana bunga ikkitadan beradigan bo'lsak 6 taqsim 6 minus 1 taqsim 2. Xo'p, 2 minus 1 mahrajda 1 minus 1 taqsim 2 teng. Demak suratda 1 hosil bo'ldi. 1 taqsim 2. Javob 2.
C javob. Navbatdagi misol 26. Teng, demak, 1 taqsim mahrajda 0,2 ga, demak 1 taqsim 5 yozib olsak. Plus 1 taqsim mahrajda 3 taqsim 5. Plus 1 taqsim, demak 1,2 bu 6 taqsim 5. Plus va hokazo. Plus 1 taqsim 9 ni o'rniga demak 45 taqsim 5 deb yozib olsak. Bu yerda kasrni mahrajini tiklab olish kerak. Keling, mana bunday qilaylik. Demak, sonni o'qib olamiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 turib tursin, ya'ni fozil bizda mahraj tiklashi kerak bo'ladi. Demak, 1 taqsim mahrajda 1 taqsim 5 plus 1 taqsim. Xo'p, mana bu 1 ga soniqidan 2 ni qo'shyapmiz. Bunda nima bo'ladi shunda? 3 taqsim 5 plus keyingisiga aytaveramiz. Mana shu 3 ga endi biz qo'shyapmiz bu yerda 3 ni. Demak, 6 taqsim 5. Navbatdagi kasrimiz, demak 1 taqsim mahrajda 4 qo'shishimiz kerak 6 ga. 10 taqsim 5 plus 1 taqsim, demak ana endi 10 ga navbatdagisi bu 4 uzr 5 ni qo'shishimiz kerak. Demak bu 15 taqsim 3 plus 1 taqsim. Ana endi 15 ga biz mana bu 6 ni qo'shamiz. Natijada 21 taqsim 3 5. Mana bu yerda ham 5, bu yerda ham 5. 5, bu yerda ham 5 plus 1 taqsim. Ana endi 21 ga esa 7 ni qo'shsak, demak 28 taqsim 5 plus 1 taqsim 28 ga esa 8 ni qo'shamiz. Nechi? 36 mi? 36 taqsim 5 plus 1 taqsim mahrajda 36 ga yana 9 ni qo'shsak 45 taqsim 5 va mana shu yerda to'xtaymiz. Xo'p, ana endi barcha mahrajdagi 5 lar suratga chiqib ketdi deb hisoblaymiz va 5 ni qavsini tashqariga chiqarsak nima holat bo'ladi? 1, demak 1 taqsim 1 1 ga teng, 1 taqsim 3 plus 1 taqsim. Xo'p, shuni bu yerdan yozib olsak. Teng, xo'p 5 ni chiqarib oldik. Qavsida 1 plus 1 taqsim 3 plus 1 taqsim 6 plus 1 taqsim 10 plus 1 taqsim 15 plus 1 taqsim 21 plus 1 taqsim 28 plus 1 taqsim 36 plus 1 taqsim 45 teng. Xo'p, demak hisoblab olamiz. Bu yerda guruhlab olgan ma'qul. Demak, mana bu ikkalasi va mana bu ikkalasi. Demak, 5 qavsida 1 plus 1 taqsim 3 ga 1 taqsim 6 ni qo'shsak, demak 2 tadan 3 taqsim 6 1 taqsim 2 ga teng bo'larkan yig'indimiz. Demak, bu 1 taqsim 2 ga teng bo'ldi. Xo'p, bunda esa umumiy mahraj 30 bo'ladi. Demak, 3 ta 2 ta yig'indisi 5 taqsim 30. 5 taqsim 30 1 taqsim 5 mi? 1 taqsim 6. Xo'p, plus 1 taqsim 6. Xo'p, ana endi mana bu ikkalasi 84 4 tadan bersak 3 ta 60 84. Demak 4 tadan 3 tadan 7 taqsim 84. Bu esa 7 ga 1 taqsim 12 plus 1 taqsim 12. Xo'p, bu ikkalasiga endi umumiy mahraj 180. Demak, bunga 5 tadan, mana bunga 4 tadan. Bu esa 9 taqsim 180. 9 ga qisqartirsak 1 taqsim 20. Xo'p, ana endi demak mana bu ikkalasi uchun. Xo'p, 3 tadan 4 taqsim 6, 4 taqsim 6 bo'lsa 2 taqsim 3. Xo'p, 5 qavsida 1 plus 4 taqsim 6 2 taqsim 3 plus bu ikkalasi uchun esa 60 bo'ladimi? 5 bunga 3 8 taqsim 60. 8 taqsim 60
4 ga qisqartirsa 2 taqsim 15. Demak 2 taqsim 15. Demek 5 qolishida 1 plus mana bunga 5 tadan ko'paytirsak demak 10 plus 2 taqsim 15. Demek 5 qolishida 1 plus 12 taqsim 15 3 ga qisqartirib olamiz. 5 1 plus 4 taqsim 5 endi qolishida 5 ko'paytirsak 5 plus 4 9 ga teng. Demak bu A javob ekan. Navbatdagi misol 27. Demak A ning qiymati teng 49 minus 36 plus 16. Demak minus 20 29 ekan. Xo'p, B ning qiymati esa 1 taqsim 5 bo'lsa, demak 1 taqsim 25. Mana buni kvadrati plus 24 taqsim 25 minus 3. Demak 25 taqsim 25 1 ga teng, minus 3. Bu esa minus 2. Xo'p, bizdan A plus B so'ralgan. Demak 29 plus minus 2 27 ga teng. Demak B javob. Navbatdagi misol 28 teng. Xo'p, 27 ko'paygan 5 taqsim 3 plus 16 taqsim 9 plus 20 taqsim 9 darajasida 1 taqsim 2 teng. Xo'p, qisqartirib olsak 9 45 plus 36 taqsim 4 1 taqsim 2-si demak 49 darajasida 1 taqsim 2 bu esa 7 ga teng. C javob ekan. Navbatdagi misol 29. Xo'p, hisoblang. Demak 99 97 95 93. Bu yerda demak to'q sonlar olingan. To'q sonlar hozir biz nechta to'q son borligini aniqlab olishimiz kerak. Demak 99 plus 1 taqsim 2. 50 ta to'q son bor. Har demak ikkita to'q sonning natijasi esa 2 ga teng. Demak o'sha 50 ta to'q sonni 2 ga bo'lib olsak 25 chiqadi. Demak har birining natijasi 2 ga teng bo'lsa 25 ko'paygan 2 bu 50 ga teng. Demak bu D javob. Navbatdagi misol 30. Hop, hisoblab olsak, demak minus 0.2 1 taqsim 5 darajasida minus 2. Demak bu minus 5 darajasida 2 bu esa 25 ga teng. Xo'p, keyingisi demak minus bu 1 taqsim 2 darajasida minus 5. Demak bu minus 2 ning 5-si minus 32. Xo'p, mahrajda 25 darajasi 1 taqsim 2 bu esa 5 ga teng. Xo'p, bu 32 darajasida 1 taqsim 5 bu esa 2 ning 5-si darajasida 1 taqsim 5 2 ga teng. Xo'p, joylashtirib olamiz. Shunda 25 minus 32 mahrajda demak 5 minus 2. Suratda 57 mahrajda 3. Demak 19 D javob. Navbatdagi misol 31. Demak 31da bundan oldingi videoda ishlangan edi. 32 ham xuddi shunga o'xshaydi. Demak aynan o'sha ishlangan, adashmasam 2 va 3 orasidagi javob chiqqanmidi. Demak hozir 33 ishlaymiz. Hop, demak 1 taqsim 2 dan 1 taqsim 2 ni ayirsak 1 dan 1 taqsim 2 ayirsak 1 taqsim 2 kelib chiqadi. Ko'paygan 3 4 taqsim 3 ko'paygan 3 taqsim 4 ko'paygan 6 taqsim 5 mahrajda 3 taqsim 2 ko'paygan demak 2 taqsim 3 ko'paygan 5 taqsim 4 ko'paygan demak 4 taqsim 5 plus 2 taqsim 5 teng. Qisqardi. Demak bu ham qisqardi. Suratda
3 taqsim 5 qoldi. Ketdi, bular ham qisqardi. Demak, bu yerda demak 1 plus 2 taqsim 5. Bu 3 taqsim 5 plus 2 taqsim 5 bu 1 ga teng. Javob. 34-misol. Dastlab davra kasrdan oddiy kasrga o'tib olsak, demak 2 taqsim 9 plus 3 taqsim 9 plus 4 taqsim 9 va hokazo plus 7 taqsim 9. Mahrajda 32 taqsim 99 plus 43 taqsim 99 plus 54 taqsim 99 plus va hokazo 87 taqsim 99 teng. Demak, suratda mahraji bir xil 9 ga teng. 2 plus 3 plus 4 plus va hokazo plus 7. Mahrajda esa demak 99 32 plus 43 plus 54 plus va hokazo 87 teng. Hop, suratda 9 2 dan to 7 gacha bo'lgan sonlar yig'indisi. Demak, 27 mahrajda. Demak, mahrajda har biriga 11 qo'shilib ketyapti. Shunda 32 43 54 65 76 87 1 2 3 4 5 6 ta xat bor ekan. Demak, birinchi xat 32 ga teng. D teng 11, N teng 6. Shunda S 6 teng 32 plus 87 taqsim 2 ko'paygan 6. Xo'p, 3 ko'paygan 119. Demak, 3 ko'paygan 119 taqsim 99 teng. Xo'p, shunda demak 3 ko'paygan 9 ko'paygan 119 suratda 27 ko'paygan 99. Demak, qisqarib ketsa 99 taqsim 119 o'zi qoladimi? Demak, D javob bo'ladi. Xo'p, 35-misolda ham ishlaganmiz. Buni javobi esimda yo'q, lekin ishlangan. Qanaqa ishlangan edi? 1 taqsim 2 chiqarilgandi. 1 taqsim 3 plus 1 taqsim 3 ko'paygan 5 plus 1 taqsim 5 ko'paygan 7 plus 1 taqsim 7 ko'paygan 9 plus va hokazo plus 1 taqsim 69 ko'paygan 71. Ya'ni mana shunaqa qilib ishlangan edi. Navbatdagi misol 36. Demak, 9 darajasida 2 minus 1. Bu degani 9 darajasida 1 taqsim 2 degani bu esa 3 ga teng. Xo'p, 36 darajasida, demak 2 darajasida minus 1. Bu ham 36 darajasida 1 taqsim 2, bu esa 6 ga teng. 125 darajasida 3 minus 1. Xo'p, bu esa 125 darajasida 1 taqsim 3 degani bu esa 5 ga teng. Demak, kasra suratida 3 plus 6 plus 5 mahraji. Demak, 2 ga teng bo'ladi. 4 darajasida 2 minus 1 bu 4 darajasida 1 taqsim 2 bu esa 2 ga teng. 2. 14 taqsim 2 bu 7. Demak, A javob. Navbatdagi misol 37. Demak, hisoblang. Har bir juftlikdan minus 1 chiqmoqda. Minus 1 biz demak mana shu 3 dan to 2024 gacha bo'lgan hisoblab olsak, demak 2024 minus 3 plus 1 bu esa 2022 har ikkala juftlikdan chiqqani uchun 2 ga bo'lib olamiz. Bu 1011 faqat minusdan 1011 plus 2025 bu esa 1014. Bu C javobi. Navbatdagi misol 38. Keling, buni hisoblab olaylik. Demak, 6 darajasida minus 4 minus 1 ning darajasida minus 1. Xo'p. Demak,
16 darajasida minus 1 taqsim 4 ning minus 1-si. Demak 16 1 taqsim 4-si. Bu esa 2 ga teng. Xo'p, 25 darajasida minus 2 minus 1 darajasida minus 1 teng. Qavs ichida minus 1 turib tursin. Mana bu minus 1 2 ga ta'sir qilsa, bu 25 darajasida minus 1 taqsim 2 bo'ladi. Va biz bu ikkita darajani bir-biriga ko'paytirsak 25 darajasi 1 taqsim 2 bu esa 5 ga teng. 64 ham demak shunaqa qilamiz. Minus 3 minus 1 darajasida minus 1. Demak, hozir mana bu minus 1 3 darajasida turibdi. Ya'ni bu 64 darajasida minus 1 taqsim 3 bo'lib qoladi. Ning darajasida minus 1. Bu esa 64 darajasida 1 taqsim 3. Bu esa 4 ga teng. Teng 2 plus 5 plus 4 9 11. Demak, bu yerda javob. Navbatdagi misol 39 teng. Demak, 1 plus mana bu qolsa 1 taqsim 2 chiqadi. Ko'paygan bu esa 2 taqsim 3. Ko'paygan 1 minus 3 taqsim 4. 1 taqsim 4 ekan. Qisqardi. 1 plus 1 taqsim 12. Demak 13 taqsim 12 chiqar ekan. Bu A javob. Navbatdagi misol 40. Xo'p, bu yerda mana bunga e'tibor beraylik. Demak 2 darajasida 5 plus mana bu 4 nima deb yozsak bo'ladi? 2 ko'paygan 2 ni 5-si plus mana bu 6 ni esa 2 ko'paygan 3 darajasida 5 plus va hokazo plus 2026 o'rniga 2 ko'paygan 1013 ning 5-si desak. Xo'p, qavs ochsak shunday bo'ladi. 2 ni 5-si plus 2 ni 5-si ko'paygan 2 ni 5-si plus 2 ni 5-si ko'paygan 3 ni 5-si plus va hokazo plus 2 darajasida 5 ko'paygan 1013 darajasida 5. Demak 2 darajasida 5 ni qisqa chiqarsak 1 plus 2 darajasida 5 plus 3 darajasida 5 plus va hokazo plus 1013 darajasida 5. Kasr chizig'i 2 darajasida 5 qavs ichida 1 plus 2 darajasida 5 plus 3 darajasida 5 plus va hokazo plus 1013 darajasida 5. Mahrajda esa 1 plus 2 darajasida 5 plus 3 darajasida 5 plus va hokazo plus 1013 darajasida 5 teng. Xo'p, qisqarib ketsa 2 darajasida 5 bu esa 32. Da javob.